Amerika Tashqi ishlar ministerligi BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ning Uyg'ur elini o'z ichiga olgan Xitoy ziyaratidan cho'nqur andish qildiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Ned Price'ning aytishicha, Amerika Michelle Bachelet'ning bu ziyaratidan umid kutmaydi ekan. Ned Price yuqorqi so'zlarni kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet 23 may dushanba kuni Xitoyga yetib kelib, Uyg'ur elini o'z ichiga olgan 5 kunlik Xitoy ziyoratini boshlashning arqasida aytgan. U Tashqi ishlar ministerligining o'tgan juma kundagi axborot yig'inida mundaq degan: "Men kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet'ning Xitoy Xalq Cumhuriyatiga qildigan ziyarati to'g'risida shuni demoqchi. Biz boshlanish oldidagi bu ziyoratdan cho'nqur andish qilamiz. Bizning tushunishimizcha, uning ziyoratda duch keladigan plandagi cheklamalarga asoslanganda, biz Xitoy Xalq Cumhuriyatining Xinjiangdagi kishilik huquq muhitini to'liq kontrolsiz baholashni qanot yaydirish uchun kerak bo'lgan zarur tekshirishlarni ilib berishiga kapolat qildiganligini kutmaymiz." Ned Price yana kishilik huquq oliy komissarining cho'qim harakat qilishi va uning mustaqil harakat qilishiga yo'l qo'yilishi kerak deb qaraydiganligini va kishilik huquq oliy komissarining paket bilan doklad qilish kerak deb qaraydiganligini aytgan. Michelle Bachelet'ning Xitoy ziyorati Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining cho'nqur gumon va tanqidlari ichida boshlangan. Ned Price bayonotida yana Oliy komissarning Xinjiangdagi vahshiylik va boshqa kishilik huquq dafsandishliklarga oid munozir talab qilmaydigan paketlar oldida davomli sukut turishi cho'nqur andish qilarlik ekanligini eskartib, Amerika Xitoy Xalq Cumhuriyati doiralarining musulmonlarni asos qilgan Uyg'ur va Xinjiangdagi boshqa etnik diniy guruhlarga qarata elib berayotgan etnik qirg'inchilik va insoniyatga qaratilgan jinoyatlardan davomli qattiq andish qiladi degan. Bloomberg xabarlar agentligining aytishicha, Michelle Bachelet dushanba kuni diplomatlar bilan o'tkazgan ekran yig'inida o'zining bu hafta Uyg'ur elida elib beradigan ziyoratining tekshirish bo'lmaydiganligini aytgan.